Assalomu alaykum hurmatli Ember Education'ning obunachilari, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boruvchi do'stlar. Bizda bugun navbatdagi grammatika darsimiz va biz bundan oldin sizlar bilan nemis tilidagi zamonlar haqida umumiy ma'lumotlarni ko'rib o'tgan edik. Unda o'sha present, preteritum, futur 1, futur 2, pluskwamperfekt kabi zamonlarning qachon qay yuzunda ishlatilishini ko'rib o'tgandik. O'ylaymanki siz ushbu darsni ko'rdingiz va o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz va Xudo xohlasa va'da qilganimizdek bugun ham biz shu kitobning davomini ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzu present, ya'ni hozirgi zamon. Endi biz present haqida umumiy emas, batafsil kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlar haqida, qoidalar haqida gapirib o'tamiz. Keling, gaplarni o'qiymiz. Familie Schmidt sitzt im Zug und fährt nach Köln. Schmidtlar oilasi poyezdda o'tiribdi va ular Kölnga tomon borishyapti. Bu ayni holat, present, hozir bo'layotgan narsa. Morgen besucht Herr Schmidt eine Messe. Ertaga Schmidt janoblari bir majlisga boradi, tashrif buyuradi, qatnashadi. Ma'nosida kelyapti. Ya'ni bu siz bilan o'tgan darsimizda ham ko'rgandik bu gaplarni, ya'ni ertaga u bir majlisga boradi. Grammatik struktura present, lekin ma'no kelajakni bildiryapti. Bei Fernreisen sind Züge und Busse die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel. Ana bu biz uchun yangi gap. Ya'ni uzoq masofali sayohatlarda deyapti, poyezd hamda avtobuslar ekologiyaga zarar yetkazilmaydigan, ekologiyaga mos keladigan transport vositasi hisoblanadi. Ya'ni bu zamon tanlamaydi. Aytganda, masalan, yer bilan oyning orasidagi masofa 365 ming kilometr. Ya'ni bu umumiy ma'lumot, zamondan xoli bo'lgan, vaqtdan xoli bo'lgan narsani ifodalash uchun bu gap ishlatilyapti. Gebrauch ishlatilishi qachon biz Präsensni qaysi hollarda ishlata olamiz? Wir verwenden das Präsens zum Berichten und Beschreiben gegenwärtiger Ereignisse und Zustände. Ya'ni ayni hozirgi vaqtda bo'layotgan, jarayonda bo'layotgan voqea va hodisalarni tasvirlash uchun ishlatilar ekanmiz. Katarina arbeitet in einer kleinen Firma. Ya'ni Katarina kichik bir firmada ishlayapti. Shu kecha kunduzda, hozirgi vaqtda u kichik bir firmada xodim bo'lib ishlayotgan ekan, ya'ni hozirgi zamon. Zum Beschreiben zukünftigen Geschehens oft mit einer Zeitangabe. Va deyapti, kelasi zamonda endi bo'lib o'tadigan voqea hodisalarni ifodalashda va bunday holatlarda ko'pincha ma'lum bir vaqt birligi bilan keladi. Masalan, Herr Schmidt besucht morgen eine Messe oder ich rufe Sie nächste Woche an. Ya'ni men sizga kelgusi hafta qo'ng'iroq qilaman. Grammatik struktura present turibdi, lekin gapni tarjima qiladigan bo'lsak, men sizga kelgusi hafta telefon qilaman. Hali telefon qilish kelgusi haftada bo'ladi. Bir haftadan keyingi bo'ladigan narsani aytyapti, ya'ni kelajak. Nächste Woche bu yerda shu Zeitangabedan murod, ya'ni kelasi hafta, kelasi yil, 2 kundan keyin, 2 soatdan keyin, masalan, bir haftadan keyin xuddi shu tarzda. Zur Wiedergabe zeitunabhängiger Tatsachen und allgemeiner Informationen, ya'ni vaqtdan mustasno, vaqtdan xoli bo'lgan ma'lumotlarni va umumiy xabarlarni ishlatishda, masalan, bei Fernreisen sind Züge und Busse die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel, der Abstand der Erde zum Mond beträgt 365.000 Kilometer. Ya'ni bu vaqtga bog'liq bo'lmagan narsa. U doimiy narsa shu, qachonki siz uzoq masofaga sayohatga chiqsangiz, avtobus hamda poyezd yaxshi variant. Bu bugun ham, erta ham, avval ham shunday bo'lgan. Bu vaqtga bog'liq emas yoki oy bilan yer orasidagi masofa 365 ming kilometr. Avval ham, hozir ham, keyin ham xuddi shunday holatda turadi. Ya'ni bu vaqtdan mustaqil, tobe bo'lmagan, vaqt talab qilmaydigan ma'lumotlarda ham biz presentsni demak ishlatar ekanmiz. Xo'p, endi biz presentsni ishlatilganda ba'zi bir qoidalar bor. Biz ularni ham bilishimiz kerak. Shulardan birinchisi verben mit und ohne Vokalwechsel im Präsens, ya'ni unlisini o'zgartiradigan, o'zgartirmaydigan fe'llar. Biz bunga nimaga e'tibor berishimiz kerak? Endi kitobda doim ham aytmaydi, lekin men sizlarga aytib o'taman. Nemis tilida bilasizlar, fe'llar ikki guruhga bo'linadi. Kuchli fe'llar
hamda kuchsiz fe'llar. Kuchli fe'llarning o'zining maxsus jadvali bor. Biz o'sha kuchli fe'llarni o'rganishimiz kerak. Demak, o'sha jadvalda yo'q fe'llar tabiiyki kuchsiz bo'ladi. Xo'p, endi gaplarni o'qiymiz. Otto kocht gern. Verb ohne Vokalwechsel. Ya'ni Otto pishirishni yoqtiradi. Ya'ni hech qanaqa tovush o'zgarishi, fonetik o'zgarish yuzaga kelmagan. Ya'ni shunchaki Otto 3-asbirlik erga nisbatan kochen kocht turibdi. Lekin Frau Huber liest eine Mail und spricht mit einer Kollegin verben mit Vokalwechselini ko'rasizlar. Lesen fe'limiz kuchli, sprechen fe'limiz kuchli va u 3-asbirlik o'zgaryapti. Lesen liest, spricht, ya'ni o'zagidagi ni fe'llar du ersda i'ga o'zgartiradi degan qoidaga amal qilyapti. Yo'qida Franz ist krank, hat eine Erkältung, wird bald wieder gesund haben sein und werden. Va biz bilishimiz kerak bo'lgan haben sein werden yordamchi fe'llarimiz ham boshqacha tuslanishga ega. Keling jadval bilan tanishib chiqamiz. Verben auf T, D deb ana arbeiteni misol qilib beryapti. Ya'ni qoida o'zingiz uchun qoida yozishingiz mumkin. Agarda fe'lingizni asosi D, T, N, M bilan tugasa, bunday holatlarda du, s hamda ir shaxslarida o'sha shaxson qo'shimchasidan oldin unlisi ortadi. Nima uchun? Bu o'sha talaffuzni g'alizlikdan asrash uchun. Talaffuzdagi g'alizlikni asrash uchun, oldini olish uchun. Masalan, ich arbeite bo'ldi. Du arbeitest bo'ladi. Agar shu bo'lmasa, du arbeitest bo'lardi yoki rcs arbeitet bo'lardi. Ko'rasiz, arbeit bu g'alizlik. Ikkita t yonma-yon kelyapti, ts yonma-yon kelyapti. Agar oraga bir unlik qo'shilsa, talaffuzimiz aniq va chiroyli chiqadi. Du arbeitest, rcs arbeitet. Wir odatdagi arbeiten, ir arbeitet. Ana ko'ring, arbeitet. T'dan oldin unlisi ortiq qoida bo'yicha. Arbeitet emas, arbeitet. Zizi yana odatdagi arbeiten. Öffnen ham xuddi shunday. Du öffnest, rcs öffnet, ir öffnet bo'ladi. Tanzen. Endi bu keyingi qoida bo'ladi. Ya'ni bunda s doppel s o'shanga teng s yoki c undoshlari bilan tugasa, du bilan rcs bir xil tuslanadi. Bu birinchi talqin, ikkinchi talqin mazmuniy talqini. Bunday holatlarda du st qo'shimchasini emas, t qo'shimchasini o'zini oladi. Ya'ni dudagi o'sha st qo'shimchasidagi s tushib qoladi, chunki fe'lning asosining o'zi s bilan z bilan tugayapti. Tabiiyki bitta s ikkita s'ga, ikkita s uchta s'ga o'zgarsa, u eslab qolamiz. Yoki s yomon kelsa, s bilan s bilasizlar guruhdosh undoshlar va bunday holatlarda ham g'alizlik keladi. Masalan, oddiy tanstni ko'ring, tanst qilib o'tirmaysiz, tanst. Rcs ham o'z holicha tanst, du ham endi tanst keladi va du bilan rcs bunday holatlarda bir xil tuslanar ekan. Va bizda keyingi qoida verben auf ellen deyapti. Ya'ni ellen bilan tugaydigan fe'llarimiz ishda o'sha asos zammel qolyapti. Bunday holatlarda do'stlar, ana bu moq qo'shimchasi bizda ning o'zi, ne tovushning o'zi bo'ladi. Asos esa bizda nima qolyapti? Zammel qolyapti. O'sha zammeldagi ishda tushib qoladi. Nimaga desangiz, o'zi ishning shaxson qo'shimchasi dan oldin yana kelsa, ich zammele desangiz, bu ham boshqacha eshitiladi. Shuning uchun nemislar deganki, qo'y do'stim, shuni zammele deymiz, zamle deymiz. Ishda qolganlari yana odatdagicha zammel asosiga shaxson qo'shimchalar qo'shiladi. Du zammelst, es zammelt, wir zammeln, ihr zammelt, sie yana zammel o'z holicha davom etar ekan. Demak, bu yerda endi qoida qilib ham ko'rsatib bergan. Fast alle Verben haben im Präsens die Endungen singular stt, plural nt, n. Ya'ni deyapti, barcha fe'llarimizning presensda qo'shimchasi bo'ladi. Bu o'sha ichning shaxson qo'shimchasi duning shaxson qo'shimchasi st, rcsning shaxson qo'shimchasi t, wir shaxson qo'shimchasi n, ir shaxson qo'shimchasi t, zizi shaxson qo'shimchasi n bo'ladi. Biz buni bilamiz. Verben auf t oder d bekommen in der zweiten und dritten Person Singular und der zweiten Person Plural ein vor der Endung.
Das erleichtert die Aussprache. Ko'ryapsizmi? Bu ham aytyapti shu gapni. Ya'ni bu talaffuzni osonlashtiradi, qulaylashtiradi. Du arbeitest, arbeitet, arbeitet shaklida. Das gleiche gilt für Verben auf M oder N, wenn ein anderer Konsonant, aber nicht davor steht. Du öffnest, öffnet, ihr öffnet. Xuddi shu qoidada yo'qdi. M hamda N tovushlarga ham taalluqli. Du öffnest, öffnet, ihr öffnet bo'lar ekan. Für Verben aus S, Doppel S, SZ gilt zweiten Person Singular gleich wie dritten Person Singular. Du tanzt, tanzt. Ya'ni deyapti, agar fe'lingiz ikkita S shunga taalluqli bo'lgan SZ hamda Z undoshlari bilan tugasa deyapti, ikkinchi shaxs birlik, ya'ni kim du, uchinchi shaxs birlik RZS bilan bir xil tuslanadi. Teng bo'ladi. Ya'ni RZS tengni oladimi? Bunday holatlarda du ham T qo'shimchasini oladi, STni emas. Biz buni aytdik yuqorida. Talaffuzni bu ham chiroyli va qulay qilish uchun. Bei Verben auf N entfällt das in der ersten Person Singular. Aytganimdek, elen bilan tuguvchi fe'llarda birinchi shaxs birlikda o'sha asosdagi tushib qoladi. Ich sammle emas, ich sammle bo'lar ekan. Ana bu qoidalarni daftaringizga yozing. Jadvaldagi tuslanishlarni ham albatta yozib oling. Kuchli va kuchsiz fe'llar jadvalingiz bo'lsa, undan ham ko'rib chiqing. Agarda sizda kuchli fe'llar jadvali bo'lmasa, siz bizga murojaat qilishingiz mumkin. Shu YouTube'dagi izohlar bo'limida yoki Telegramdagi izohlar bo'limida yozishingiz mumkin. U yerda bizning shaxsiy manzilimiz ham bor. Bizga murojaat qilsangiz, biz sizga kuchli fe'llar jadvalini ham yuboramiz va mavzu bo'yicha mashq qismini ham yuboramiz va kerak bo'lsa tekshirib o'z maslahatlarimizni ham beramiz. Siz shunchaki bor manbalardan foydalaning, nemis tilini o'rganing, manba yaratish, dars tuzish, sizga maslahat berish biz tomonimizdan amalga oshiriladi. Xo'p, Formen Verben mit Vokalwechsel im Präsens. Endi unli o'zgarishi bilan, fonetik o'zgarishlar bilan bog'liq ba'zi bir qoidalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Eni i'ga o'zgarishi, cho'ziq yoki qisqa i'ga o'zgarishi. Shu yerda aytib o'taman, o'zga tuslanishini ko'rib chiqaylik, keyin batafsil gapirib o'tamiz. Ich spreche, du sprichst, es spricht. Ich nehme, du nimmst, es nimmt. Ich lese, du liest, es liest. Ko'ring, birlikda du bilan RCSda o'zgarish bo'lyapti. Ya'ni sprechen, nehmen, lesen asosidagi yo qisqa, ya'ni o'zimiz bilgan oddiy i'ga yokida cho'ziq i'ga o'zgaryapti. Ich, wir, ihr, sie odatdagicha hech qanday o'zgarishlarsiz tuslanyapti. Xo'p, nima uchun? Chunki shunaqa qoida bor do'stlar, yozishingiz ham mumkin. O'z pastda ham ko'rib chiqamiz, hozir ham aytaman. Ya'ni kim asosida unlisi bo'lgan kuchli fe'llar du, RZS shaxsida o'sha asosidagi ni qisqa yoki cho'ziq i yoki ga o'zgartiradi. Qachon i, qachon ie, biz buni kuchli fe'llar jadvalidan bilib olamiz. Kuchli fe'llar jadvalida xuddi shunday asosli kuchli fe'l oldida qaus ichida uchinchi shaxs birlik shakli tuslanib qo'yilgan yo sprich turadi, yo list turadi. Demak bilasiz, sprich oddiy i bilan ekan. Demak bilasiz, list, demak bu ie bilan ekan. Buni men ham bilmayman, nemis ham bilmaydi. Tilni yaratgan odam shunday chiqargan jadvalda, biz esa shunday o'rganamiz, ortiqcha savollarsiz. Va bizda ikkinchi qoida xuddi shu qoida endi ga, ya'ni asosida unlisi bo'lgan kuchli fe'llar ham Präsensda du bilan RZSda umlaut qabul qiladi. Ich fahre, du fährst, RZS fährt. Ich laufe, du läufst, RZS läuft. Ko'rishingiz mumkin, ana du bilan RZSda o'sha unlisi umlaut qabul qildi. Fahrst, laufst yoki fahrt, lauft bo'lmaydi. Du da fährst, läufst, RZSda fährt, läuft shaklida keladi. Keyingisi i'ni ga o'zgarishi. Wissen fe'li xabaringiz bor, presensda boshqacha tuslanadi. Ich weiß, du weißt, RZS weiß. E'tibor bering, ga o'zgaryapti. Birinchi o'zgarish. Ikkinchi o'zgarish bu ich bilan RZS ning bir xil tuslanishida. Wir, ihr, sie odatdagicha wissen, wisst, wissen shaklida kelgan va stossen fe'li oni umlaut olishi. Ich stosse, du stößt, RZS ham stößt. Wir stoßen, ihr stoßt, sie yana stoßen o'z
shaklida odatdagicha kelgan. Endi bizga bu yerda tushuntirishlar amalga oshirilgan. Ko'rib chiqamiz. Einige Verben haben einen Vokalwechsel in der zweiten und dritten Person Singular. Mit Umlaut. Ni i'ga o'zgaradigan fe'llarga yana o'zi misollar ham bergan. Geben, brechen, essen, helfen, nehmen, sprechen, treffen, treten, vergessen hamda werfen fe'llarimiz presence'da du RCS'da oddiy i'ga o'zgaradi. Qaysi fe'llarimiz IE'ga o'zgarishga misol empfehlen, lesen, sehen, stehlen kabi fe'llarimiz esa IE ya'ni chiziq i'ga o'zgaradi. Bularning soni ko'proq, ya'ni bulardan tashqari yana fe'l chiqadi. Biz o'shani jadval bilan ishlashimiz kerak. Presence deildimi do'stlar? Kuchli, kuchsiz fe'llarga murojaat qilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Chunki u sayohatga chiqqan sayyoh uchun xarita, kompas qanchalik muhim va kerak bo'lsa, presence-ni o'rganayotgan inson uchun ham kuchli va kuchsiz fe'llar xuddi shunday kerak bo'ladi. Birinchi martada siz o'sha xarita bilan bir manzilga borasiz, kelgusi safar endi siz xaritasiz ham bora olasiz, chunki yo'l sizga tanish bo'lish uchun esa biz xaritani o'qishimiz, birinchi martaga o'rganishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Endi ani umlautga o'zgaradigan fe'llarimiz empfangen, halten, fahren, fallen, fangen, laden, laufen, schlafen, schlagen, tragen, waschen kabi fe'llarimiz demak presence'da du bilan ersesda umlaut oladi. Besondere Verben maxsus fe'llarimiz wissen, hat, besondere Formen im Singular ya'ni birlikda deyapti. Wissenning tuslanishi boshqacha bo'ladi. Ich weiß, du weißt, erses weiß bo'ladi. Stoßen yoki da verstoßen hat einen o-ö Wechsel. Ya'ni kim stoßen, verstoßen kabi fe'llarda deyapti, o umlautga o'zgaradi, du erses da. Endi yordamchi fe'llarimiz bo'lmish haben, sein, werdenning presence'dagi tuslanishi. Buni biz shunday olib o'rganishimiz kerak. Ich habe, du hast, es hat. Wir haben, ihr habt, sie haben. E'tibor bering, du da habst mas, es da habt mas. Ya'ni du es o'zgaryapti. Sein to'laligicha o'zgargan. Ich bin, du bist, es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind. Ko'ring, umuman o'zgargan. Werden ham birlik du es o'zgaradi. Ich werde, du wirst, es wird. Wir werden, ihr werdet, sie werden shaklida. Xo'p, endi haben, sein, werden bo'yicha bilishimiz kerak bo'lgan ba'zi bir narsalar. Als Vollverben werden haben, sein und werden mit einer Ergänzung. Das heißt Nomen oder Adjektiv verwendet. Ich bin krank, ich habe Angst, ich werde Ärztin. Agar deyapti haben, sein, werden fe'llarimiz yordamchi fe'l emas, mustaqil fe'l bo'lib kelsa deyapti, ko'pincha maxsus bir bo'lak bilan keladi. Bunda o'sha ot plus sifat kombinatsiyasida keladi. Ya'ni ich bin krank, men kasalman, ich habe Angst, menda qo'rquv bor, ich werde Ärztin yoki ich werde Lehrer, men shifokor bo'laman, men o'qituvchi bo'laman. Ko'ryapsiz, bu yerda bu yordamchi fe'l emas, mustaqil fe'l o'z ma'nosida kelyapti. Ya'ni haben bor bo'lmoq, ega bo'lmoq, sein bo'lmoq, werden kelasi zamonda sodir bo'ladigan ish harakatiga nisbatan bo'lmoq ma'nosida keladi. Bunda esa biz ma'lum bir sifatlar bilan, ravishlar bilan bularni kombinatsiyalar kelar ekanmiz. Meistens werden, haben, sein und werden als Hilfsverben gebraucht, zum Beispiel beim Perfekt oder beim Passiv. Ko'p holatlarda deyapti haben, sein, werden fe'llarimiz yordamchi fe'l bo'lib keladi. Ya'ni bu o'sha perfekt, passiv, plusquamperfektda partib 2 shaklida keladi asosiy fe'l va egadan keyin haben, sein, werden fe'llarimiz suslanib kelardi. Biz buni oldingi darslardan ko'rdik. Xuddi shu, ya'ni yordamchi fe'l vazifasida ham kela olishi mumkin ekan. Xo'p, endi Satzbau gap tuzilishi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, nemis tilida gap tuzilishi qanday bo'ladi? Yana bir karra eslaymiz. Aussagesatz. Darak gapda nemis tilida gap strukturasi qanday bo'ladi? Birinchi ega keladi, ich, keyin kesim keladi, koche, gern, keyin esa ikkinchi darajali bo'laklar, ya'ni ega, kesim ikkinchi darajali bo'lak keladi. Yokida Franz ist heute krank. Franz bugun kasal. Franz ega, ist kesim, heute krank esa ikkinchi darajali bo'laklarimiz. Bu darak gapdagi formula edi. Endi so'roq
so'zli so'roq gapda qanaqa struktura keladi? So'roq so'zli so'roq gaplarda avval so'roq so'z keladi. Masalan, was yokida van. Was kocht Otto gern? Otto nimani pishirishni yoqtiradi? So'roq so'z kelyapti was, undan keyin kesim keladi kocht, undan keyin ega keladi. Ya'ni so'roq so'z, kesim, ega, keyin ikkinchi darajali bo'laklar. Yokida wann wird Franz endlich wieder gesund? Qachon Fransiyani tuzaladi? Sog'ayadi. Van so'roq so'z, undan keyin kesim, kesimdan keyin ega va gap oxirida ikkinchi darajali bo'laklarimiz kelar ekan. Bu so'roq so'zli so'roq gapimizning formulasi. Xo'p, so'roq so'zsiz so'roq gapimizda formula qanaqa edi? Bilganingizdek, kesim gapning oldinga o'tadi, kesimdan keyin ega, keyin ikkinchi darajali bo'laklar, ya'ni kesim, ega, ikkinchi darajali bo'lak. Kochst du gern? Pishirishni yoqtirasanmi, yaxshi ko'rasanmi? Ist Franz schon lange krank? Franz ko'pdan beri kasalmi? Ko'ryapsizlar? Franz ist schon lange krank desangiz bu darak gap bo'ladi. Franz ko'pdan beri kasal. Lekin shu yerda ega bilan kesim, ya'ni ist bilan Franzning o'rni o'zgaryapti-yu, so'roq so'zsiz so'roq gapga o'tyapti. Franz ko'p vaqtdan beri kasalmi? Ma'nosida. Demak, bu bizga so'roq so'zsiz so'roq gapning formulasi ekan. Xulosa yasaydigan bo'lsak, bugun biz sizlar bilan presentda fe'lni tuslashni o'rgandik va tuslash jarayonida duch keladigan, yuzaga keladigan fonetik o'zgarishlar, tovush o'zgarishlari bilan tanishib chiqdik va oxirida nemis tilidagi gap strukturasi haqida ham ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan mavzudagi gaplar bu mavzuda ham keldi. Chunki aytdim, shuning uchun bir muallif yozgan bir kitob bilan avval to'liq tanishib chiqing. Chunki u hamma mavzularni bir-biri bilan bog'lab misol qiladi, esingizda kelishi, esingizda qolishi uchun. Shuning uchun do'stlar, bugun biz ana shu Satzbaumni ko'rib chiqdikmi? Xudo xohlasa sizlar bilan yana boshqa mavzuni ko'ramiz. Bundan keyin xudo xohlasa ajraladigan, ajralmaydigan o't qo'shimchalar bo'lsa, unda ham Satzbaum qismida Aussagezatz, Fragezatz, mit Fragewort, Fragezatz, ohne Fragewort qilib, qo'shimcha qilib, yana to'ldirib, yana shu formulalarni beradi. Bundan murod o'quvchi esidan chiqarmasin, doim o'rgansin. Ham oldingi mavzu takror bo'lsin, ham bugun o'rganadigan mavzusi yaxshi esda qolsin maqsadida. Shunday ekan, siz ham do'stlar, yaratilayotgan imkoniyatlardan, ushbu onlayn darslardan unumli foydalaning va o'ylaymanki, bu darslar sizlar uchun foydali bo'lyapti. Agar qandaydir mavhumlik, tushunmagan joylaringiz bo'lsa yoki dars berish jarayonida yana qanday metodikalardan, yana qanday usullardan foydalansak o'rganishingiz oson bo'lishi mumkin, tavsiyalaringiz bo'lsa bizga albatta yozing. Biz bilmaymiz bu qilayotgan ishimiz foydali bo'lyaptimi, yo'qmi, to'inki sizlar bizga izoh orqali buni bildirmasangiz. Kamchiliklarimiz bo'lsa aytinglar, biz o'sha kamchiliklar ustida ishlab chiqamiz va sizlarga yanada sifatli narsa tayyorlashga harakat qilamiz. Agar tushunayotgan bo'lsangizlar, buni ham bildiringlar. Biz o'shanga mos yana to'ldirish qilamiz. Mashq aytdim, bularni har birini mashqi bor. Agar siz mavzuni to'liq ko'rib chiqqan bo'lsangiz, o'zingizni endi bilimlaringizni sinamoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilsangiz, biz shaxsan o'zimiz sizga mashqlarni yuboramiz. Qilib bo'lganingizdan keyin javoblarni tahlil ham qilamiz, tekshirib ham maslahatlar ham berib o'tamiz. Do'stlaringizga videolarni ulashing, kanalimizga do'stlaringizni taklif qiling va Empor Education bilan birgalikda nemis tilini o'rganishda davom etamiz.